2018 yilda ishlab chiqarilgan qop-qora Swift'dagi Captiva 4'imiz bor do'stlar. Sostenasi tam chotki holatdagidan. Do'stlar, mashinamiz 18-yil bo'ladi. Texpasport ham 18, sistem. Hech yer perdelka bo'lmagan, o'zini shu Captiva 4'ning o'zi bo'ladi do'stlar. Mashinamiz ichki stansiyadan keladigan bo'lsak, ishlar ham akkurat milligan mashinamiz. Qaranglar, hech yerda qirchiq, chiziq nelar yo'q. Akkurat yurtdi, lyuklari, konditsioner ham mana ishga turibdi. Motorlar Rodsko bo'ladi, 146 ming kilometr yurtibdi mashinamiz. 2.4 motor bo'ladi bu do'stlar. Ko'p odam so'raydi 2.4 dan. Ekonomik motor deb. Yine sıra 2.4 Captiva 4. Akkuratli holatda turibdi beri. Olib, Mazda tip Miraveres'la mashina. Ellerine bir tane o'rgan Urasadan benzindalikin mashinamiz. Şu sidenelerin durttu joyida. Mana tiyinde. Bu mashinamiz benzinde, shuning uchun arka sideneler joyida. Akkuratli holatda mingan mashinamiz. Kraskasi bor do'stlar, kraskasini telefonda tushuntiraman. Detal almashgan, o'zini DTP bo'lmagan, hech bir sunyaki bir yerlar qishayib, bunday narsa bo'lmagan. Faqat detal almashgani uchun kraska hisoblanib turibdi. Mashinamiz shuning uchun arzarak qo'yib beraman do'stlar. Arzarak buni kitaverasizlar. Shunday holatda yana do'stlar. Mashinamizning bahosini 168 million so'mga qo'yamiz do'stlar. Yana ustidan ozgina kelishib beramiz. Keyin bunga barter etsak ham bo'ladi do'stlar. Yengilroq mashinalarimiz bo'lsa, bir kichkinaroq akkattib ustidan davop ketib olib ketishingiz mumkin. Xalosansa kredit etib beramiz. Unga muammo yo'q. Kredit ham chiqadi 18-yillar. Shunday mashinalarimiz bor do'stlar. Kamchiliklar yo'q, mashina yurib turgan mashina. Keyin jikasi ham bor do'stlar, qarasi ham bor. Keyin yana 2 dana 13 ham bor. 13-yil ham bor do'stlar. 3 dana 18, bir onda jikasi qarasi 18, 3 dana. Keyin 2 dana 13-yil Captiva'miz bor do'stlar. Ular ham qiziq bo'lsa, telefon urib savdolashib olishingiz mumkin. Nerede kemisi bo'lsa, kraskasi bo'lsa, ya probik qaytgan bo'lsa, hammasini aytib qo'yamiz do'stlar. Hali shu vaqtgacha behuda, yani kommentariyada yozadilar odam bu yerda. Lishni gap yozmanglar do'stlar. Ne zashti o'zingiz muammo sotib olasizlar. Hozir evvelki zaman emas, o'zingiz bilasizlar. Shuning uchun kerakmaydi. Behuda kommentariyada lishni gap yozmanglar. Gelinglar mashina olish niyatlaringiz bo'lsa, dekkisingizda pullaringiz bo'lsa, gelinglar ustida savdolashib beramiz yana. Yoqsalasa, yoqmasa ketaverasiz, hech kim majburlab mashina berilmaydi. Uni yaxshi bilan tushunadi xalq. Endi bir-ikki negativlar bor, shular uchun aytdim bu gapni. Ma'qul bo'lsa yana mashinamiz do'stlar 2018-yil qop-qora Swift'dagi qora Captiva'miz yana. 2.4 motor, ekonomik motorda. Ma'qul bo'lsa gelinglar. 91 dan 984 83.